O'zbekiston milliy terma jamoasi Manchester City klubining faxriysi. O'zbekistonlik taniqli futbolchi Abduqodir Husanov haqida erta tongdan ajoyib xushxabarlar e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Kanalimizda birinchi marotaba bo'lib turgan bo'lsangiz, albatta like tugmachasini bosib, kanalga obuna bo'lishni ham unutmang. Abduqodir Husanovning muxlislari bo'lsa, albatta izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Hozirgina xush xabarlar e'lon qilindi. Diqqat qiling. Abduqodir Husanov Manchester City bilan shartnomani nihoyat yana uzaytirdi. O'zbekiston milliy terma jamoasining himoyachisi Abduqodir Husanov va Belgiya terma jamoasi a'zosi Jeremy Doku Angliyaning Manchester City klubi bilan shartnomani 2031-yilgacha uzaytirdi. Bu haqida Ziti Alten xabar qilmoqda. Husanov 2025-yil yanvar oyida Fransiyaning Lens klubidan Manchester City safiga o'tgandi. Shartnoma esa 4,5 yilga mo'ljallangan bo'lib, 2029-yilda yakunga yetishi kerak edi. Abduqodir avvalgi mavsumda Manchester City safida Premier Ligada 21 ta o'yinda maydonga tushgan. Doku esa 2023-yildan beri City safida o'ynaydi. O'tgan mavsumda Premier Ligada 30 ta o'yinda u 5 ta gol urdi va 5 ta golli uzatmalarni amalga oshirgan. Nima ham deymiz, vatandoshimiz Abduqodir Husanovga faqatgina omad tilab qolamiz. Siz ham izohlarda omad so'zini yozib keting. Video rolik ostiga like tugmachasini ham bosishni unutmang.